Bemorimiz 73 yoshda. Xo'p, bizga kelgandagi asosiy shikoyatlari chap qo'l bilak kaf sohasidagi og'riq, shish, harakatlarning cheklanishi. Mahalliy ko'rganimizda barmoqlardagi ishlar ko'ryapsizlar. Barmoq asosiy mana 1-chi, 2-chi, 3-chi barmoqlarda boshqa barmoqlarga nisbatan shish, dimiqish bo'g'imlarga e'tibor beramiz. Dimiqish holatlari, kaf sohasida shish, eng asosiy bilak kaf bo'g'imida mahalliy haroratni qizish, temperatura bor, qizarish sezilib turibdi, ko'zga tashlanadi. Xo'p, bunday holatlarda anamniz ko'proq chuqur ma'lumot olish uchun anamniz olamiz bemordan. Bemorimiz Ramazon oylarida ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'lib, masjidga ko'p qatnaganlar, o'zining shaxsiy avtomobillariga ko'proq tushib chiqqani, balandroq mashina bo'lgani uchun chap qo'l bilan mashina ushogichini ushlab, osilib tushib shunga moslashgan, harakat qilgan. Shu narsa harakat nisbatan ko'p bo'lgan. Taroveh xatm namozlarida ibodat bilan ko'p shug'ullangan sababdan keyin asta ibodatning oxirgi kunlariga borib shu shikoyatlar hosil bo'lgan. Vaqtlar o'tib, kun o'tgan sari bu shikoyatlar kuchayib, og'riq kuchayib, oxirgi shu holatga kelib chiqqan. Mahalliy rentgenografiya qildik bemorni. Bilak kaf bo'g'imi, kaf sohasi, bilak suyaklari obzorniy rentgenografiyasida bemorda suyaklarida bo'g'im sistemasida sezilarli suyaklarda yorilish, siniqqa xos belgilar ko'rinmadi. Bu holatning asosiy holati yoritishimizga bundan nima sabab bo'lishi mumkin kasalga? Shubhalanadigan birinchi kasal artrit kasalligi. Artrit degani bo'g'imlarni yallig'lanish kasalligi. Bo'g'imlardagi yumshoq to'qimalarda, bo'g'imni xaltasida bo'layotgan yallig'lanish prosesini hisobiga shunaqa klinika berishi mumkin. Birinchi davo taktikamiz bemorga bilak kaf bo'g'imida barmoq sohasida barmoqlarda harakatlarni cheklash uchun gipsli langeta qo'yib harakatni cheklaymiz. Ikkinchi etapda nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlarimiz bor. Nosteroid preparatlarimizga bilamiz, yallig'lanishga ko'zi diklofenak, remaxikamrat, tenaksikamrat dorilarimiz bor. Shulardan optimal bir yoshlarga xos, beslariga xos darajasida dozalab beramiz. Ikkinchi narsamiz bo'g'imda yallig'lanishni ikkilamchi oldini olgani antibiotik preparatlari, antivirusli preparatlar tavsiya qilamiz. Shu holat bilan dinamikada kuzatib olamiz. Bemorda holatini etap hafta davomida baholab boramiz. Xudo xolasa bemorimizda ijobiy natija bo'ladi degan umiddamiz. Ko'proq bemordan qilinadigan talab harakatlarni imkon darajasida cheklash, qo'lni baland qilib yurish, dorilarni vaqtida iste'mol qilish va qo'shimcha organizmdagi yallig'lanishga xos belgilar, angina, tumov, grippga o'xshagan kasallarga chalinmaslikni profilaktikasini qilishini iltimos qilib qolamiz. Bemorimiz bizgacha bo'lgan davrda o'zini yashash hududidagi shifoxonaga murojaat qilgan, u yerda rentgenografiya qilingan, mahalliy shifokor tomonidan dori preparatlar tavsiya etilgan. Bu dorilarni vaqtdan beri iste'mol qildi. Yetarli ijobiy natija olmaganligi uchun davo preparatlarini dozasini nisbatan kuchaytirishga qaror qildik, harakatni cheklashga majbur bo'ldik. Yana bir narsaga e'tibor beramiz. Og'riq asosiy bemorimiz kechga bog'rib, kechki paytda og'riq ko'proq bezovta qilyapti.